Salom do'stlar, demak ushbu videomizda biz IQ o'yinini o'ynaymiz va birgalikda harakat qilamiz qanchalik bu boshqotirmalarni yechib olishimizni hozir birgalikda o'ynab ko'ramiz. Demak, birinchi leveldan boshlaymiz. Xo'p, ovozlarni o'chirib qo'ysam, bizga xalaqit bermaslik uchun yokida shunchaki ovozni pasaytirib qo'ysam ham bo'ladi. Va shunchaki play tugmasini bosamiz. Hali bu o'yinda o'ynaganim yo'q, hozir birgalikda o'ynaymiz. Demak, birinchi leveldan boshladik. Bundan adashmasam internetda ko'p ko'rgan edim. Biri mos kelsa, biri mos kelmas edi. Xo'p, buni oxiriga sariqda bir boshiga, ko'kda o'rtaga. Hozircha juda oddiy. Sekin-sekin qiyinlashib borishi kerak. Reklamalarni o'chiramiz. Next tugmasini bosamiz. Xo'p, ikkalasini uychaga olib kelishimiz kerak ekan. Yigitni bu uyni aylantirib o'tkazamiz, qizni to'g'ri o'tkazamiz. Xo'p, ikkalasi ham uyga yetib keldi. Videoni oxirigacha ko'ring, sababi men qaysidir levelni o'tolmasam, ya'niki yutolmasam, aqlim yetmasa, o'sha joyda video to'xtaydi va siz uni ko'rib, agar sizni o'sha levelda biladigan bo'lsangiz, qanday qilib o'tish mumkinligini kommentariyada yozib qoldirsangiz, men shunga qarab ushbu leveldan o'tib olaman va yana keyingi videolarda ushbu o'yinni davom ettiramiz. Shuning uchun videoni agar qiziqarli bo'lmasa, oxirini ko'rib, o'sha men o'tolmagan levelimga yordam berib yuborsangiz, anchagina foydali bo'lgan bo'lar edi. Demak, biz tomchilarni katta tomchi qilishimiz kerak ekan. Buning uchun bu tomchilarni bir-biriga yaqinlashtirsak, bir-biriga qo'shilib ketmoqda. Va tayyor. Xo'p, keyingi level, ya'niki keyingi 4-levelga o'tibmiz. Find odd object. Ya'niki bu joyda bir-biriga o'xshash bo'lmagan narsani topishimiz kerak ekan. Bular deyarli hammasi bir-biriga yaqin. Demak, apelsin, banan, mana bu daraxt bargi, ko'zoynak, quyosh, gilos, mana bu yotadigan narsa, quyoshdan krem. Bitta mana bu yangi yilni o'yinchog'i, qishda bo'ladigan. Menimcha yoz bilan qish degan. Xo'p, click open the treasure. Demak, biz buni qanday ochishimiz kerak? Bolg'a bilan emas. Buni siljiyapti cho'ta. Avayda kalt bor ekan. Demak, kalt bosadigan bo'lsa, kalt bilan ochar ekanmiz. Xo'p, uychani yasashimiz kerak ekan. Xo'p. Demak, uychani kerakli bo'laklarini, qismlarini qo'yib chiqamiz. Mana bu joyga, bu demak boshqa joyda ekan. Tom qismi, eng pastki qism. Xo'p, bunisi unchalik murakkab emas. Xo'p, shu bilan tayyor. Xo'p, how many puppies? Demak, nechta kuchukcha bor demoqda. Xo'p, mana bitta. Xo'p, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. Demak, 8 ta bor ekan. Xo'p, which color can you mostly see? Demak, qaysi rang ko'proq demoqda. Bu joyda bizni mana shu joyda aql ishlatadigan joyi, biz mana bu joyga e'tibor beramiz. Aslida mana bu to'liq mana umumiy ekranda mana bu bejevый degan rang. Bejevый degani inglizchasiga mana bu beige bo'lsa kerak. Inglizchani unchalik zo'r bilmayman. To'g'ri ekan. Bu leveldan ham o'tib oldik. Ana endi how to hide. Demak, bu filni biz qutiga joylashtirishimiz kerak ekan. Demak, qutini ichiga sig'ishi uchun biz qutini kattalashtirsak, demak kattalashmadi. Xo'p, filni kichraytirsak, filni kichraytirsa bo'lar ekan. Ana endi ichiga solib qo'yamiz. Find the difference. 5 ta farqni topishimiz kerak ekan. Xo'p, bitta farq mana bu joyda. Xo'p, mashina changi, daraxtlar, tog'dagi qor. Bittasi qayerda ekan?
Ha, mana bu joyda bayroqcha bor ekan. Demak, biz ikkinchi levelga ko'tarilibmiz. Next tugmasini bosamiz. Biroz endi ushbu o'yinlar murakkablashib boradi. Boshida oddiy o'yinlar edi, mana endi sekin-sekin qiyin joylariga ham yetib kelamiz. Shunda anchagina yordamingiz kerak bo'ladi. Hozir biz demak ketma-ketlikda tanlashimiz kerak ekan. Xo'p, baraban, ko'zoynak, sichqon, undan keyin ko'zoynak, qaychi, mana bu joyda o'rgatgan narsasi yopilib qoldi. Esimdan chiqib ketdi. To'pmidi yoki kuchukmidi? To'pni belgilaymiz, xato ekan. Ha, kuchuk, to'p, keyin olma ekan. Demak, boshqatdan yana bajaramiz. Kuchuk, to'p, olma. Xo'p, next. Sariq rangni ustiga bosishimiz kerak ekan. Ranglar bilsangiz, ikki xil rangni bir-biriga qo'shganda boshqa bir rang hosil bo'ladi. Ko'k bilan qizilni qo'shsak sariq paydo bo'larmidi? Yo'q, pushti bo'lib qolar ekan. Demak, qaytadan yashil bilan ko'k. Och ko'k bo'lib qoldi. Yashil bilan qizil. Sariq paydo bo'ldi. Sariqni tanlaymiz. Xo'p, ukkini uyg'oting deb yozmoqda. Demak, ukkini uyg'otishimiz kerak. Xo'sh. Buni foydasi yo'q. Suv sepish, baraban. Xo'p, quyosh. Ha, quyoshni yashiradigan bo'lsak, tun keladi. Tunda ukkilar uyg'onadi. Mantiqan to'g'ri. Save the little mamont. Mamontni saqlash kerak ekan. Xo'p, shapkani kiydirib bo'lmadi. Qaychi ham foydasiz. Muzni qanday nima qilish kerak ekan? Xo'p, barmog'imiz bilan muzni uyoqdan bu yoqqa suradigan bo'lsak, muz erir ekan. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Ana endi biz qaysi birini qutqaramiz? A'nimi, B'nimi? Demak, ikkalasini ham bosib ketishimiz mumkin emas, chunki ikkalasi tomonda ham odam va mana bu boshqaruvchi nima qilish kerak ekan? Poyezdni to'xtatsa bo'ladi-ku. Demak, poyezdga o'tkazib qo'yamiz. Keyingisi, xo'p, hamma narsani qutiga yashir demoqda. Qutiga solamiz. Xo'p, qopqog'ini ham solamiz. Nima uchundir o'yin yutmayapti. Ha, mana bu joydagi yozuvni o'zini ham qutiga solishimiz kerak. Mana top-toza bo'ldi. Xo'p, qaysi emoji ko'proq rest degani nima edi? Demak, bular hammasi bir xil. Hammasini ustiga bosib chiqamiz. Bittasini orqasida boshqacha emoji bor ekan. 18-levelga yetib kelibmiz. Xo'p, buni internetda ko'rgan edim. Internetda buni juda murakkab qilib, bir-biriga mos kelmay ula olmas edi. Hozir ulab ko'ramiz. Xo'p, ikkinchisiga noto'g'ri qildim, to'g'ri. Xo'p, bittasini bunga o'tkazib, endi bularga tushirishimiz kerak edi. Juda ham oddiy, unaqangi murakkab emas.